egalari aka o'zingizni mashinangiz bilan bir xil bo'lsin, o'g'ilcha sizni mashinangizni rosa yaxshi ko'radi deb aytdilar-da. Maksimalniy harakat qildi o'xshatishga. Agar rostdan o'xshagan bo'lsa, aka, bitta like sizdan bo'ladi. Bir oylik mehnat, qancha mehr, aka, videoni oxirigacha ko'rsangiz, doda qilib obzor qilib beraman. Bunaqa issiq kunda, aka, bitta royalni ichib olib, keyin obzor qilmasak bo'lmaydi. Bismillah. Делай, чувствуй. Ko'pchilik bu minigelikka narxiga qiziqyapti. Keyin necha kilometr yuradi, nomer taqiladimi, prava kerakmi deb so'rashyapti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, oxirida to'liq ma'lumot beraman. Ungacha bir oy mobaynida nima ishlar qilindi sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib ust ko'rinishidan boshlaymiz. Mashinamiz mokra asfalt rangda edi. O'zimizniki bilan bir xil qilib qora matviga polni sepganmiz. Eng qimmat narsasi bu diskasi bo'ladi. Zavoddan zakaz qilib, bir oy poylab, Kovanli diska olib keltirdi. O'ziga primoy tushadigan qilib 18 razmerli diskalarimizni Tuning House sakadan Habibullo do'stimiz taqib berdilar. Undan tashqari kapot ustidagi nakladka, tomini tepasidagi chirog'i, orqa taraf spoilerlari hammasi ruchnoy qo'lda yasaldi. Undan tashqari old oblisovkalari Mercedes'ning o'zini original oblisovkasi bo'ladi. Pakoy usti, eshikning ruchkalari, orqa zapaskani ustidagi krishkasi hammasi karbon akvaprint qilingan. Undan tashqari yozuvlarga alohida e'tibor berasizlar. Bu Mercedes Brabus'ni original yozuvlari, chetlarini Tiffany, o'rtasini glansli qilib qo'yganmiz. Orqa zapaskani ustida turgan Brabus yozig'i ham original emblem, aka. Eng qiziq joyi bu salon qismida bo'ldi, aka. Oldi tarafga o'tirib tushuntiraman. Bu mashinani nafaqat kichkina bolalar, kattalar haydasa ham bo'lagan. Men o'zim bemalol sig'dim. Ko'chada haydab yuribman, ishoninglar. Maza elektromobilu nomer taqib, xudo xolisa o'zimga bitta olib keltirib, mana shunaqa yasab olaman. Xo'p, salonda qilingan ishlar bilan qisqacha tanishtiraman. Tarpetkani ko'rishingiz mumkin. Rostagasim ekokojadan ishlandi. O'zi plastmassa edi. Choklari va kantlariga e'tibor beringlar. Brabus bilan birga bir bo'ldi. Plastmas detallarni qora black piano qilib berganmiz. Oldingi safargida yo'q narsa qilib berdi. Ko'rasizlar, Xitoydan o'zim olib keldim. 45 dyumli monitor qo'yib berganmiz, ya'ni eniga 45 dyum, 360 gradus kamera, Bluetooth, SIM karta qo'ysa bo'ladigan varianti, YouTube prilojeniyalari, xullas Telegram, Instagram hamma narsani mana mana shundan boshqarib ketsanglar ham bo'ladi. Ruchkalarni ham o'zini rangidan bo'yab, olsiz stoykalarni alkantara qilib berganmiz. Undan tashqari sidenani dizayniga bitta e'tibor bering, aka, AMG dizaynda bo'ldi. Ish sifatini borku, mana mashina mashinada ham ko'rsatib berganmiz. Chetiga kant qilganmiz, o'rtasini perforatsiyali ekokojada, tepa podgaloniylariga Brabus emblemalarini ham tushirib berganmiz. O'zini sidenasi qanaqadir rezina sifat materiali. Tarpetkadagi merge deflektorlar va eng asosiy ochib turgan narsa bu ruli bo'ladi. Brabus 800 rulini qo'yib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Buni ham Black Piano variantda, anatomический variantini qo'yib berganmiz. O'rta konsoliga keladigan bo'lsa, ruchnoyni o'zinikini qoldirdi va o'rta tarafiga besprovodnoy zaryadka qo'yib berdik. Mayda detallarni ham esdan chiqarmadik. Pedalni ko'rishingiz mumkin, xromga qo'ydik. Customli polik Brabus qilib qo'yib berganmiz. Hattoki aka remellargacha ko'rishingiz mumkin, Tiffany rangda qilib berganmiz. Hamma narsasini o'xshatdik-ku, shu bitta shu eshikning yopilish ovozini o'xshata olmadik. Mashinamizda polniy shumizatsiya bo'lgan. Xullas aka, bizga mini gelik bo'ladimi, katta gelik bo'ladimi, farqi yo'q. Ishimizning sifatiga o'zingiz bitta baho berib qo'yasiz. Xizmatlar bo'yicha Tuning House'ga kelaverasizlar. Hayotgancha mashinani xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, bu elektromobil hisoblanadi. Birinchi olib kirilgan mashina bu suyner sifatida olib kirilgan edi. Bunisi bo'lsa, xuddi elektromobillarga o'xshab, rastamojini, ya'ni 12% NDSini to'lab olib kirildi. Endi bu mashinaga prava va nomer taqish kerak bo'ladi. Avtomobil to'liq zaryad bilan 180-200 km yuradi. Maksimalniy tezligi 60. Oka, narxiga keladigan bo'lsa, mashinamiz taxminan 12,5 ming, 13 ming dollar atrofi. Zakaz qilsangiz olib keltirib beramiz. Qolgan manimiz sarflangan ish tuninglari alohida bo'ladi. Taxminan nech pul ketdi deb o'ylaysiz? Kommentariyada aka o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Tuning House 24/7 aloqada. Rahmat.